hammani uyida iloyim mana shunaqangi gazlari bo'lsin do'stlar. Aynan shunaqa uyda siz xarid qilish imkoniyatiga egasiz. Lokatsiya juda ham zo'r, shahar markazida joylashgan. Ushbu 3 xonali hamma sharoitga ega 106 kvadrat metrli kvartirani ko'rib chiqamiz. Gazni ko'rdingiz. Endi bu kommunikatsiyalari mayli. Qavati siz xohlagan qavatdan. Ikkinchi qavat. Yana bitta qiziq tomoni. Barcha devorlar pishiqishda qurilgan. Zo'rmi? Aynan shunaqasini qidirib turganingiz bilaman. Sizga ko'rsatgani keldim. 106 kvadrat metr. Farg'ona shahar markazida UVDni to'g'risida yopiq devor, sholak bavumlari qo'yilgan. Keyingina hovli qismiga ega bo'lgan hozir bitta kvartiramizni obzorini ko'rib chiqamiz. Diqqat bilan ko'ringlar, videoga like bosinglar. Obzorni boshlaymiz. Hamma mebel texnikalar nimaki ko'rsangiz, egalari tashlab chiqib ketishar ekan. Kirishingiz bilan keyingina hovli qismi. Bitta kami bor ekan shu uyda. Mana shu joyga garderobni shkaf qo'ysalaring bo'lgani. Kirishingiz bilan to'g'rida oshxona joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerdagi jihozlarni sizlarga ko'rsatmoqman. LG xolodilnik o'rnatilgan oshxona mebelini ko'rishingiz mumkin. Hoffman brendiga tegishli bo'lgan gaz plita va pechlarni o'rnatib qo'yishgan. Mebellar kompaktni va eng asosiysi bu joyda pul ayalmagan. Nimadan ko'rish mumkin bu narsani? Albatta, mana shunaqangi mayda narsalardan. Arzonrog'ini ham qo'ysa bo'lardi, lekin yo'q, o'zlarini qulayligini o'ylab, Ariston brendiga tegishli bo'lgan duxkontrni kotyorni o'rnatishgan. 6 kishilik stol-stul, chiroyli lustralar, 2 qavat pardalar, ya'ni oynani o'ziga tunuka pardalar qo'yilgan quyosh tushmasligi uchun va alohida pardasi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin, hovli tinch, juda ham chiroyli. Bu bizning oshxonamiz. Endi yuringlar, koridor bo'ylab yurib kelib, keyingi xonalarni ko'ramiz. Mana bu yerda kichik zal, ya'ni yarim soatli mehmonlar deyshadi-yu. Siz bilan suhbatlashgani kimdir kelib ketgani bo'lsa, aynan mana shu yerda o'tirishlari mumkin yoki suhbatlashib, choy-poy ichib o'tirishingiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerda esa katta mehmonxona. Ko'rib turganingizdek 12 kishilik stol-stul, o'zining servantlari, mehmonxonada chiroyli katta lustralar qo'yilgan va Avalon konditsionerlari o'rnatilgan. Pollarimiz laminat, eng yaxshilaridan, eshiklar ham MDF ko'rishingiz mumkin. Sifatlisi o'rnatilgan va devorlarimiz to'liqligicha abo'y qilingan. O'zi ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Xo'p, koridorimizda bu qismida birinchi xonamiz alohida vanna xona. Kirishingiz bilan ko'rib turganingizdek kirish mashinasi, vanna, rakvina va bitta chashagan unitazi o'rnatilgan. Bu yerda hamma sharoit bor. Patologgacha kafillar yopishtirilgan. Eshikni yopamiz, lekin bu xonadon katta oila uchun bo'lganligiga очередь bo'lib qolmasligi uchun alohida yana hojatxona. Bu yerda Ariston o'rnatilgan, ko'rishingiz mumkin unitaz va rakvina mavjud. Ushbu oilada 3 ta farzandlari bo'lganligi sababli ko'rib turganingizdek 3 ta yotoqxona mebelini joylashtirishgan. O'zlarining alohida tryumolari va shkaflari mavjud. 3 ta farzandingizga bemalol sharoit qilib bersangiz bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi yonginasida esa kattalar yotoqxonasi joylashgan. Klassik uslubdagi mebellar qo'yilgan. Xonadon egalari aynan klassikani juda ham yaxshi ko'rishar ekan. Bu yerda ham uslub bir xil. O'zlarining shkafi, tryumolari, tumbuchkalari va katta yotoqxona mebellari o'rin olgan. Mana bu yerda esa xonadonimizda balkoni joylashgan. Yopiq hovlimizda tinchligini bitta ko'rishingiz mumkin. Ushbu uyda shahar markazida demasam, shahar markazida deb o'ylamaysiz. Chunki markaz desa asosan shovqin, odamlar ko'p joylar tushuniladi, lekin bu yerda mana tinchlikni qarang. Ushbu xonadonimiz sizga ma'qul kelgan, aniq. Ya'ni eng qiziq joy 50% ni oldindan to'lab, qolganini 6-8 oyga bo'lib to'lashga egalari bilan kelishlaring ham mumkin. Uyning narxini egalari $90,000 ga baholashmoqda. Albatta kelishadigan, kommentar beradigan joy bor. Qimmat deyishga shoshilmang. Sizga qo'shimchasiga 50 kvadrat kadastrlari bor. Podvalda ham qo'shib berishadi. To'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun esa ekraningizdagi raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Ushbu dom o'zi 5 qavat bo'lishiga qaramasdan liftlar ham o'rnatilgan, hozirgi kunda ishlamoqda.